Quyidagi geometrik misolni siz bilan hozir 1 daqiqada yechishni o'rganamiz. Bizda berilgan ABCD to'g'ri to'rtburchak, AB 8 ga teng, FC 2 ga teng. S ABC'dan topishimiz kerak. Mana bu yarim aylana. Demak, AB 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, aylana radiusi 4 ga teng bo'ladi. Bu 4 ga tenglikdan mana bu ham 4 ga tengligi kelib chiqadi. F nuqtadan perpendikulyar tushiradigan bo'lsak, bu 2, bu qismi ham 2 bo'lib qoladi. Pifagor teoremasiga ko'ra F dan Fm ni topib oladigan bo'lsak, Fm barobar 16 minus 4 ildiz ostida. Bu 2 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Fm 2 ildiz osti 3 ga tengligidan Cb ham 2 ildiz osti 3 ga teng. Bizda shartda berilgan SABCD. SABC'dan topishimiz uchun 8 ni 2 ildiz ostiga ko'paytirishimiz kerak. S barobar 8 ko'paytiramiz 2 ildiz osti 3. Javob 16 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Misol yechildi.